Avvalambor assalomu alaykum qadrli Samarqand China Motors YouTube kuzatuvchilari. Barchangizni kirib kelgan va kirib kelayotgan Qurbon hayiti munosabati bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Hozir biz sizlarga obzor qilib bermoqchi bo'lgan mashinamiz aynan mana shu Jack X200 Bartavoy modeli bo'ladi. Xullas, bu model haqida sizlarga hozir to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Xullas, bu mashinamizda qanaqa qulayliklar bor, haydovchilar uchun qanaqa yengilliklar bor degan savollarga hozir qo'limdan kelgancha o'zim bilgan ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishib o'tishga harakat qilaman. Xullas, bu mashinamizni keling bort razmeridan boshlaylik. Bu mashinamizning bort razmeri 3.10 ga 1.65, ya'ni ichki razmeri hisoblanadi. Yuk ko'tarish qobiliyati 2 tonna 80 kg bemalol 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yukingizni mashinaga ortib o'zingizni ishingizda foydalansangiz bo'ladi. Xullas, bu mashinamizni endi orqa balonlariga keladigan bo'lsak, nima uchun og'ir yukni bemalol ko'taradi degan savolga, mashinamizning balonlari qo'sh balon hisoblanadi. Ya'ni 13-razmerda hisoblanadi. Bemalol og'ir bo'lgan yuklarni o'zini manziliga qiynalmasdan yetkazib beradi, xudo xolasa. Mashinamizda resor bor, ya'ni bir tarafda 6 ta, ikkinchi tarafda 6 ta, общий 12 dona resor hisoblanadi. Mashinamizda juda ham qulayliklari ko'p. Oldi baloni 15-razmerda, oldida resor yo'q, oldida amortizator hisoblanadi. Shuni hisobiga mashinamiz juda ham yumshoq yuradi. Xullas, mashinamizning uzunlik razmerlarini aytdim. Endi mashinamizning motor qismiga o'tamiz. Mashinamizning motor qismida 2 atmosferni, ya'ni 147 ta ot kuchi o'rnatilgan motor turibdi. Bemalol uzoq bo'lgan masofalarga bu mashina bilan chiqsangiz bo'ladi. Unaqa motorlari qizib yoki da sizni qanaqadir qiyin ahvolga qo'yib qo'ymaydi. Mashinamizning ichki salonlari juda ham keng. Mashinamizning ichki salonida 3 kishiga ruxsat berilgan. Bu tomondan aylanib kelsangiz, mashinamizning ichki saloni xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi akalar. Konditsioner bor, gidravlika rul, bu tomonda oynalarni qizitish, ya'ni qishda oynalaringiz muzlab qolgan payti bemalol qizdirib sovutib qo'yadi. Lekin bu oldi sideniyani oldinga, orqaga borib kelishi, bu sideniyamizni yana 35 gradus yotishi, sizni belingiz bemalol yotgan holatda turadi. Shuni hisobiga grijadan saqlanasiz. Xullas, Jack X200 xarid qilsangiz, ancha-muncha yengillik, qulaylik bo'ladi. Endi bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, mashinamizning narxi 248 million 640 ming so'm hisoblanadi. Bu mashinamizga bemalol rassrochka yoki da avtokredit yoki da halol nasiya, o'sha uchalasidan bironta tartibda xarid qilsangiz bo'ladi. Bilaman, juda ham ko'p odamlarga rassrochka qiziq, ya'ni 50% ni to'laysiz va qolgani 13 oyga bo'lib to'lashga hech qanaqa foizsiz, peniyasiz bo'ladi. Kredit yoki da halol nasiya o'zini tartibida davom etib ketaveradi. Bundan oldingi videolarda hammasini tushuntirib o'tganmiz. Xullas, bu mashinamiz juda ham qulay, juda ham haydovchilar uchun mukammal qilib ishlab chiqarilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mashinamizning yuk qismlari ham juda ham keng va o'zingizni katta bo'lgan ob'yomdagi yuklaringiz sig'adi. Mashinamizni oldiga, ya'ni shofyor bilan hisoblaganda 3 kishiga ruxsat berilgan. Bemalol 3 kishi bo'lib, biron joyga borib yuklarni tushirib qaytib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yana bu yerda bitta odam yoki da bu yerda bitta odam ketib, borib orqadan yana qo'shimcha taksi chaqirib o'zingizni qiynab o'tirmaysiz. Ham cho'ntagingizga foyda bo'ladi, ham o'zingizga foyda bo'ladi. Mashinamizda magnitofon bor, ya'ni bemalol 100 bit qilib o'zingizni yoqtirgan musiqalaringizni tinglab ketsangiz bo'ladi. Mashinamizda konditsioner, qolgan qanaqa zamonaviy mashinada bor qulayliklarni hammasi bor. Xudo xohlasa, mashinani Samarqand China Motorsdan xarid qilsangiz bo'ladi. O'zimizdan xarid qilib oladigan bo'lsangiz, zavodning o'zidan Bespravir 2026-yilda ishlab chiqarilgan Jack X200larni olib chiqib beramiz va Samarqand China Motorsdan xarid qilib oladigan bo'lsangiz, sizda tanlab olish imkoniyati bo'ladi, xudo xohlasa. Zavod o'zimizda, xudo xohlasa, olib chiqamiz, 6-7 ta turadi, o'zingiz xohlagan mashinangizni tanlab, chertib olib ketasiz, xudo xohlasa. Xullas, biz bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlar turgan bo'ladi. O'sha raqamlarga telefon qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Rassrochka deysizmi yoki da avtokredit deysizmi yoki da halol nasiya deysizmi, любой mashinani hozir men berib o'tmagan qanaqa ma'lumoti bo'ladigan bo'lsa, o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga bemalol javob olsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Samarqand China Motors, ya'ni Isomiddin sizlar bilan bo'ldi. Hammaga rahmat. Xullas, pastdagi raqamlarga telefon qilib,
o'zingizni test drivingizni yozdirib qo'ying, bemalol shartnoma olsangiz bo'ladi. Mashinalarga shartnomalari ochiq, tayyor turibdi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Hammaga rahmat.